Ba'zi kishilar shunaqa bir savolni ko'p berishdi. Shu savollarda necha marta berdi, men umumiy fikr bilan unga javob bergan deb bilardim. Oshkor javob berishimiz kerak bo'lib qoldi. Ba'zi kishilar mana dadalarimizni qabriga, mana ba'zi validalarimizni qabriga bir g'ish tosh urishlik mana shunaqa narsalar to'g'risida so'rashibdi. Bu narsaga javob shuki, birodarlar, islom kishini hayotda iymon keltirish, amali solih qilishlikka buyurdi. Va qabrni obod qiladigan narsa iymon, amali solih deb o'rgatdi. Va o'tib ketgandan keyin amali to'xtaydi, 3 ta amali davom etadi. Birinchisi sadaqa-i joriya qilib ketgan bo'lsa, ikkinchisi foydalanib turadigan ilm qo'yib ketgan bo'lsa, uchinchisi solih bir farzand qo'yib ketgan bo'lsa, uning haqqiga duo qilib turadigan, shun bilan uning qabriga savob borib turadi. Bu qabrlarning ustiga qo'yilgan narsalar islomga ziddir. Bir odam musulmonman desa, g'ish, tosh va shunga o'xshagan hozirgi qiymatbaho toshlarni sarf qilishligi isrof va hamda shariatga zid. Chunki mo'min odamning qabrini usti ochiq bo'lsa, unga rahmat yog'ilib turadi va ko'p narsalar unsa, unga manfaati bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikki qabrni oldidan o'tdilarda, shunda ikkovlari azoblanayotganliklarini aytdilar. Bu tafsiliy keng gap, buni aytib o'tirmaymiz, biz kerakli joyini olamiz. Shunda bir novdani olib tushishlikka buyurdilar. Novdani olib ikkiga sindirib qabrga sanchib qo'ydilar. Shunda yo Rasululloh nimaga shuni qildingiz deganlarda, quriguncha foydasi bo'lib turar dedilar. Demak, ho'l narsa, ko'katlar o'sib tursa, dadasiga, volidasiga, kim shu mayit bo'lib qabrda yotgan kishiga manfaati bo'lib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shahodatlari bilan. Mabodo bir kishini men dadamga, buvimga hayotda ham yaxshilik qilmadim, endi o'lgandan keyin ham bu qasdimni olib bir yomonlik qilay desa, qiymatbaho toshlarni qo'yib qo'ysin. Ana unga ustiga qo'ysin-da, shuni qo'yib dadasiga, buvisiga tinmay shu yomonlik qilib turib o'lgandan keyin ham degan qasdi bor odam qilsin shuni. Ana shuning uchun shuni, lekin biz bir narsani kimdan olyapmiz? Ba'zi kishilarga haqni gapirsak, ba'zi bir shariatga muvofiq bo'lgan narsalarni aytsak, ota-buvamiz qilmagan, ota-buvamiz qilib kelgan ishni qilamiz degan bizga savollarni, gaplarni aytishadi. Bu birinchidan xato bo'lishligidan tashqari, men shularga aytmoqchiman. Shu o'tirgan yosh katta kishilarning ota-buvalari mast qiluvchi ichimlik bilan bularni uylaganmi yo'qmi? Shu o'rtada har xil ziyofatlarni munkar, shariatga xilof bo'ladigan holatlar bilan uni turmush qilayotgan vaqtda shunday qilganmi yo'qmi? Yo undan tashqari shu hozirgi yoshlarning otalari benamoz bo'lganmi yo'qmi? Nima uchun dadasining faqat namoz o'qiganligini, dadasi olim bo'lganlar, bizni dadamiz olim o'tganida men ham olim bo'lay demaydi. O'tgan kishilar shunaqa ota-buvalarimiz marmarlar qo'yib qiymatbaho toshlarni qabrning ustiga qo'yganmi? Nima uchun bir kishi aytmaydiki, ota-buvamiz qilmagan ishni qilyapmiz u mana demaydi. Biz agar bir kishi o'zining o'tgan otalariga yaxshilik qilishlikka hadis shariflar bizga yo'llanma berdi. Biz Qur'on va hadis asosida ko'p narsalarni bildiramiz. Bu islomga dushman bo'lgan taraflardan uyushtirilgan narsaki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qabrlarni ziyorat qilinglar, oxiratni esinglarga soladi dedilar. Qabrlar oddiy bo'lib turganda borib, shunday katta kishilarning tuproq ostida yotganligini ko'rishlik bilan insonga bir ta'sir bo'lib, men ham shu yerga kelaman deydi. Men ham shunday tuproqning ostida olaman deydi, yotaman deydi. Shun bilan ta'sirlanib iymon amali solihini o'nglashlikka harakat qiladi. Ammo hozirgi vaqtda shu qabrlarni eslashlik bilan hidoyatlanib qolishlik mumkin edi ana shunday bo'lganda qabrlar. Ammo endi qiymatbaho narsalarni ko'rsa,
u qabrga borib ham oxiratni eslashlikning o'rniga bir qandaydir bir ziynatlarni o'rganib keladi. Ana bu hozirgi vaqtdagi ba'zi qabrlarni ko'rishlik oxiratdan uzoq qilib tashlaydi odamni. Balki buzadi, men ham shunday narsalar qilaman deyishlikka. Shuning uchun yana qisqaroq qilib aytamanki, bizi Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ho'l narsaning ustida turishligi qabrdagi kishiga manfaati bo'ladi dedilar. Hatto azobi qabr bilan azoblanayotgan kishini azobi yengillaydi dedilar. Agar bir kishi hech bo'lmasa dadamning azobi yo volidamning azobi bu azoblanayotgan bo'lsa yengillab tursin desa, qabrining ustini ochib qo'ysin. Yo'q bo'lmasam bir qasdi bo'lsa qilaversin shunday narsalarni. Bu haqda ko'p bir savollar yozilibdi. Bizi javobimiz shundan iborat, birodarlar. Ba'zi kishilar duo qiling debdilar. Alloh subhanahu va taolo betob kishilarga Alloh shifo bersin. Ilm o'qiyotganlarga Alloh subhanahu va taolo ilm berib, olim, mujohid bo'lishligi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarga shariatga muvofiq bir amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Bu birodarlar, hozirgi so'zlar o'zini mu'minman, men Rabbim bor, menga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Alloh Rabbim jo'natgan degan kishilarga, u iymoniga aloqasi yo'q bo'lgan kishilarga emas. Ular bizdan so'ramaydi ham, shariatga muvofiq bo'lishligini xohlashmaydi ham. Shuning uchun mu'minman degan kishilar o'zi majburki kitobi sunnatga amal qilishlikka. Lekin mu'min emas degan bo'lsa, uning kitobi sunnatga amal qilishligi uniki majbur emas. Chunki u do'zax ahllaridandir u. Shuning uchun biz shuni yaxshi tushunishimiz kerakki, bir kishini islomga majbur qilinmaydi. Aqidaga kirasan, musulmon bo'lasan deb majbur qilinmaydi. Ammo ixtiyori bilan musulmon bo'lsa, endi kitobi sunnatga amal qilishlikka majbur bo'ladi endi. Chunki ixtiyori bilan bu aqidani tanlagan u kishi.